Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mag'firat qilsin shu ulug' kunlarda. Oxirgi mezgillarda hammamizni nihoyatda qayg'u, hasratga cho'milgan, qayg'u hasratga qo'ygan ahvollar yuz berib ketdi. Shu sabablar tufaylidan xalqimizdagi va farzandlarimizdagi o'zimizning milliy kimligini saqlash, xalqini suyish, tarixini suyish, vatan ko'rishi degan masalalar intayin pasayib, pastga tushib, yiroqlashib ketdik. Hatto nurg'unlagan farzandlarimiz o'zining tilidan nomus qiladigan, boshqa tillarda so'zlaydigan, so'zlaganda nihoyatda shu tilni suyib, yaxshi ko'rib, havas qilib shu tilda so'zlayotgandan boshqa tillarda ishlatadigan ota-onalar o'zaro paranglashgan chog'dami, farzandlar bilan paranglashganda boshqa tillarda paranglashadigan shu sabablar tufaylidan o'zininki milliy kimligini yoshiradigan, men Uyg'ur deyishdan nomus qiladigan darajada yani Uyg'urligini ifodalaydigan hamma narsani yiroqlashish ahvoli ko'p ko'rilyotidi. Bu bizni intayin qayg'u hasratga soladi. Bizniki bu dunyoda yashash, bu hayotdagi yashash maqsadimiz Allohni rozi qilish va Allohni rozi qilish uchun Sharqiy Turkistondagi ummatning bir parchasi bo'lgan musulmon qarindoshlarimizni, xalqimizni shu zulmdan insonga o'xshash yashaydigan bir holga erkin va ozodlikka erishtirish uchun kurash qilish, bu yo'lda o'zimizning mollarini, jonlarini, hamma narsani shu yo'lda sarf qilish uchun yashayapmiz. Bu dunyo sinoq. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Shu masalaga qarab turib, biz shu Ramazonning barakati bilan, Ramazonning hurmati bilan ro'za hetga tayyorlik qilib, inshaalloh farzandlarimizningki o'zimizning tarixini yaxshi bilish, hatto nurg'ulg'an cho'nglarimiz bizmi yetarli shaklda jiq tarixlarni bilmaymiz. Shunlashqa farzandlarimizni izlanish ve tarixini tunish, o'z milliy kimligini tunish uchun, vatan ko'rishimizning biroz bo'lsa-mu olg'a besish uchun farzandlarimizningki yani Sharqiy Turkiston davlatini qurishda ayni vaqtda shu tajovuzchi zolim Xitoylarga qarshi kurash maydonida davlat qurilishi uchun qanday fidokorliklarni ko'rsatgan, buni so'zlab berish orqali hech qanday shart qilmasdan, ya'ni qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, qancha yoshda bo'lsin, qanday kishi bo'lishidan qat'iy nazar, yoshdan asos qilgan shaklda o'zimizning qahramonlarini, ya'ni davlat qurg'uvchilar bo'lsin, shu yo'lda kurash qilguvchilar bo'lsin, biz bildigan bilmaydigan barliq kishilar, hatto Sobit Damullam, Ilixon To'ram, Ahmadjon Qosimi, Xoliston Mahmud Qashqari, Yusuf Xosojib degandek, Xolisoq Rizvongul Nuzugum, G'anibator deganga o'xshash kim bo'lsin, shu qarindoshlarimizni tunishtirib, rost tarixga yaqin bo'lgan yoki tarixda yuz to'g'ri bo'lgan va ta'sirlik bo'lgan, uningdan keyin Uyg'ur tilida so'zlab, mush tarixlarni tushuntirib bergan butun yosh farzandlarimizga mukofot bor. Birinchi bo'lgan qarindoshlarimizga 5000 lira naqd pul mukofot. Ikkinchi bo'lgan qarindoshlarimizga 3000 lira naqd pul mukofot. Uchinchi bo'lgan qarindoshlarimizga 1000 lira mukofot. Darajaga erishilmay shu yo'lda tirishib izlanib qilgan, mayli 100 mashhur shaxs degan kitobning ichidan bo'lsin yoki boshqa tarixiy kitoblardan tarixni asos qilgan shaklda bo'lsin, xalqimizni ta'sirlantira oladigan muhim shaxslarni tarixni tunishtirib video ishlaymiz. Shu video men kamerani tutib turaman, qarindoshlarimiz so'zlaydi, buni tarqatish orqali boshqa qarindoshlarimizning vatan sevgisini oshirish, tarixini bilish uchun bir sabab bo'lishga shu faoliyatni yo'lga qo'ydik. Agar shu faoliyatni qo'llab ana til maktablari bo'lsin, Qur'on kurslari bo'lsin, tijorat o'rinlari, oshxona, sotirashxona bo'lsin, shu yerdagi shogird bolalar bo'lsin, qarindoshlarimizni izlanib, hozir Ramazonga 15 kun bo'ldi. Oxirgi 15 kunda tayyorlik qilib, shu Ramazon ishida bo'lsin bo'laverdi. O'zi yaxshi ko'rgan, o'zi ta'sirlangan, o'zi qoyil bo'lgan shaxslarni, tarixiy voqealarni tunishtirib bersa, 1-2 minut bo'lamdi, 5 minut, 10 minut vaqt cheklamasi yo'q. Faqat ta'sirlik, to'g'ri va Uyg'ur tilida so'zlab bersa bo'ldi. Buni tarqatish orqali qarindoshlarimizning bir bahosini olamiz. Ta'sirotini qarindoshlarimiz shu videolarga so'zlab qilib bersa, undan keyin shuni qarta kim eng yaxshi ta'sirlik, eng to'g'ri, eng yaxshi so'zlab beralsa birinchi bo'ldi. Agar soni, qatnashchilarning soni ko'proq bo'lib bersa, bizni qo'llab, buning jiq balla qatnashib bersa, birinchi darajalikdan 1 yo 2, ikkinchi darajadan 3-4 shunday shaklda sonini ko'paytimiz va darajaga erishamagan, shuningga qiziqqan, qatnashgan qarindoshlarga oz bo'lsa-mu, ko'ngil so'g'imizga naqd pul tarqatamiz. Qarindoshlar buni qo'llash uchun ko'proq bu videoni taqdim qo'ysanglar, farzandlarga tavsiya qilsanglar, ota-onalar va qarindoshlar, undan keyin shu
ana til maktablari bo'lsin, ustozlarga tavsiya qilsanglar, yosh bolalarimizni mana shunga tashviqot qilib, o'zimizningki tarixini bilsak, qahramonlarimizni bilsak, ota-bobolarimiz qaysi yo'lda mangan, biz ularning qanday izida minishimiz kerak degan mushu masalalarni bir o'tirib qo'yib, qiziq nuqta qilib, qarindoshlar, azroq bo'lsa-mu bir kishilik vazifamizni ado qilg'ach tursak, duolarda aslashib turaylik, ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar, Allohga omonat.